Ko'pchilik erkaklar fohishalarga boradi yoki bo'lmasam o'zini xotini qolib boshqa bir ayollar bilan birga yotish turish qiladida, lekin o'zi ham sababini tushunmaydi. Misol uchun chiroyli deydigan bo'lsa, xotini ham chiroyli bo'lishi mumkin. Aqlli deydigan bo'lsa, xotinidan kamchilik joyi bo'lmaydi. Ammo o'ylab necha yildan beri mana shu sohada ishlab, shu narsani tushunib yetdimki, erkaklar, endi erkaklar nomidan gapirmoqchi emasman, men shu ularning psixologiyasini o'ylab qaraydigan bo'lsa, erkaklar bilasizlarmi, qanaqa ayollarga talpinishadi? Hamma narsaga yo'q deydigan ayollarga talpinishadi ekan. Misol uchun yoshlik vaqtingizni eslasangiz, birontaga sizga gap o'tmoqchi bo'lsa, siz birinchi boshida sirazi ko'nmaysizda, gaplashmaysiz. Izingizdan yugurib turasiz, lamatsa qilasiz, u yuguradi, sovg'alab beradi, qisqasi o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi-da. Oxiri ilintirib bo'lgandan keyin siz bilan yurib, gaplashib, keyin sizni tashlab ketadi. Va ko'pchilik ayollarga men bu narsani nimaga ochmoqchiman? Meni erim tashlab ketadi, boshqa o'ynashib qo'ygan, tudum deydi-da, janjal qiladi-da. Lekin aslida u ayolni vaqtinchalik yurayotgan bo'lishi ham mumkin. O'sha ayol bilan-da, balki xotin qilib olishi mumkin, doimiy yashashi mumkin. Erkak kishiga onasi sifatida bo'lishingizni maslahat beraman. Ya'ni onasining xarakteri qanaqa, uni qattiq qo'lmi yoki juda ham mehribonmi yo nima? Ana shunga qarab sizlar eringlarni tarbiyalab olsanglar bo'ladi. Endi u o'ynashi, misol uchun, ikkinchi xotinidir, balki любовницasi что bilmadim. Agar o'sha ikkalasiga shans bersangiz, mayli yursin, yurib qaytib keladi deydigan bo'lsangiz, o'sha любовницasi eringizni xarakterini o'rganib oladi, uni o'ziga bog'lab qo'yadi. Natijada eringiz o'sha любовницасini sevib qoladi. Erkak sevib qolsa, shuni esingizdan chiqarmanglar ayollar. Hech qachon voz kechmaydi. Mana bitta 10 ta, 20 ta bola tug'asizmi yoki duo qilasizmi, boshqa qilasizmi? Hammasi o'tkinchi bo'ladi. Ya'ni erkak kishi qaytmaydi, sevib qoldimi, все, nuqta qo'yiladi o'sha bu munosabatlarga. Shuning uchun ko'pchilik ayollarni men ko'zini ochmoqchiman. Mendan diktafon yoki GPS sotib olinglar demoqchi emasman, bu sizlarning xohishinglar. Lekin aqlinglarni yig'inglar-da. Erkaklarni kontrolga olish kerak. Nimaga? Birinchi o'rinda, agar erkak onasini tarbiyasida oladi-yu, to xotinini olgunicha, onasi qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsa yo boshqa qiladigan bo'lsa, u уже uylangandan keyin o'sha tarbiyani o'sha xotinda ko'rishni, qidirishni boshlaydi. Agar xotini onasidaqa bo'lmaydigan bo'lsa, unda u xuddi shunaqa ayolni qidirishni boshlaydi. Ko'chadan, ishxonasidan va hokazo joylardan. Shuning uchun hurmatli ayollar, birinchi kelin bo'lib tushganinglardan keyin birinchi qiladigan e'tiboringlar onasini xarakterini, u bolasiga qanaqa tarbiya bergan, qanaqa misol uchun jahli chiqqanda qanaqa uslub qo'ygan yoki bo'lmasam qanaqa jazolagan, mana shu narsalarni o'rganib olinglar-da, shu narsani kopiya qilib eringlarga takrorlashingiz mumkin. Endi bee'tibor yurmanglar ayollar, hozir erkaklar misol uchun ayollardaqa oilamni saqlab qoling, yaxshi kunida ham, yomon kunida ham meni yonimda bo'ldi-ku degan fikrlash yo'q ularni. Hozir ularni fikrlashi birinchi o'rinda boshqa o'rtoqlardan qolib ketmaslik uchun xotin almashtirish yoki любовница qilish. Hamma erkaklarning birinchi maqsadi uy-joy qilish, populyarniy bo'lish, biznesmen bo'lish bo'lsa, hozirgi erkaklarning bir 80% xotin qilish bilan ovora-da. O'shaning uchun men sizlarni mana bilaman, shu vaqtgacha ko'pchilik ayollar 2-3 ta farzandli bo'lgan, uy-joyi yo'q, qayerga borishini bilmaydi, ota-onasiniki boray desa, hali g'urur yo'l qo'ymaydi, ularni asabini buzishni xohlamaydi. O'shaning uchun hozirdan eringlarni mahkamroq ishlaylar. Kontrol qilinglar. Misol uchun mana diktofonlar bor, GPSlar bor, ularni qo'yinglar, qidiringlar. Mana nechta ayollar menga rahmat aytadi, chunki vaqtida deydi, men ko'zimni ochdim, to'g'ri, qimmat 1,5 milliondir, может 650 mingdir, 850 mingdir narxlari. Lekin bitta kiyim kiymasalaring, kiymabsizlar, zato bitta bir boshli oilalarni saqlab qolish uchun bitta moslamani olsanglar, sizlarga bir umrga xizmat qiladi. Zato ersiz qolib ketmaysizlar, asab buzilmaydi. Kontrol qilasizlar eringlarni. Eringlarni kontrol qilmasanglar, ular yosh bolaga o'xshaydi. Yuraveradi, o'sha yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa. Endi xiyonat qildi, meni kechirsammikan, va shu yashagim kelmayapti deydigan ayollar, erkaklar mana shunaqa sotli odamlar deb xiyonat qilishga o'rganib qolishgan. Siz esa bu narsani to'g'ri yo'lga yo'naltirishingiz kerak. Ya'ni siz ustoz bo'lishingiz kerak bu masala bo'yicha.